Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Hamma zo'rmi? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Mana xudo xolasa navbatdagi zakazlarimizni qabul qilib oldik. Yana bir ham qishlog'imiz mahalladoshimizga biyagomiz tayyorlab beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin, xuddi shu tasvirda ko'rib turgan plantatsiyada chuvalchang yordamida biyagomiz ishlab chiqaraman. Kimga biyagomiz kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa dastavkasi ichida chiroyli qilib yetkazib beraman. Bemalol aloqaga chiqaverishingiz mumkin. Uchastkada turaman. Mana Karimxo'ja akaning uyining orqasida uchastkada turaman, bilmaganlar uchun. Bilganlar meni juda yaxshi taniydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa tayyorlab boshladik. Mana begomimizning holatini ko'rishingiz mumkin. Juda a'lo holatda tayyorlangan. Mahalladoshlar, foydalaningizlar. Mahallada bor, chetdan olib kelmaysiz. Boshqalarga o'xshab ovoragarchilik yo'q. Ramoy dastavkasi ichida xonadoningizga kirib boradi. Mahallada bo'lgandan keyin foydalaningizlar, maslahatim. Tomorqa yerlaringizda unumdorligini ko'tarib beruvchi o'g'it bu. Buni solgandan keyin boshqa kimyoviy dori shart emas. Natijasi zo'r bo'ladi. Mana ayni hozir ekin-tekin davri kelyapti. Mana yurtimizga bahor kirib keldi. Mana bahorda ilk kuni. Xolasa bundan buyog'iga hamma tomorqada, dalada ishlaydi. Qanday ekin turidan qat'iy nazar ana shu biyagomizni solib ishlatadigan bo'lsangiz, xudo xolasa effekti juda zo'r bo'ladi, natijasi a'lo bo'ladi. Siz bu yil birinchi yil olib bir obrazes tariqasida ekib foydalanib ko'ring. Kelasi yil aytasiz, bu Sobir bekorga biyagomizni reklama qilmagan ekan, bekorga o deb aytmagan ekan,